Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bismillah deb Andijon mashina bozoridan syomkalarni boshladik. 2023-yilda ishlab chiqarilgan rangi qora, kraskasi top-toza 10X avtomobilimiz. Go'zal holatda ekan mashinamiz. Yurib o'tgani 26367 km bo'libdi. Xo'p, avtomobilimiz 3-pozitsiyada, mexanika. Ko'ringlar bor ekan, signallarda chexollari yo'q ekan. Xo'p. Salom holatdan ko'rinishlari. Baloni holati zo'r ekan. Orqa tomonga spoilerlar qo'yib qo'ygan ekan, juda chiroyli turibdi lekin bor mashinamiz. Ko'ringlar bolalar bizda. Aka, gazi bormi buni? Propan bormi? Propanlar qo'yib qo'ygan ekan. 3-pozitsiya izlagan do'stlarimizga kraskasi top-tozasidan. Pulini nech pul deyapsizlar? 12300 dollar. Bozor qilmadimi aka hali? Ko'ryapsiz ham. Yil 23. Xo'p do'stlar, keyingi mashina ma'lumotini aytib o'taman. 2-3 ta mashinasi bor ekan, oxirida keyin telefon raqamini qoldiramiz. 2023-yil ishlab chiqarilgan navbatdagi 10X avtomobilimiz. Kraskasi-chi? Kraskasi qanaqa buni? Top-toza. Tozami? Bunisi ham kraskasi top-toza, bunisi ham 3-pozitsiyada. Probegini ko'ramiz hozir. Signallarga chexollar tashab qo'yilgan. Ko'riklari yo'q ekan. Yurib o'tgani 116 mingmi? 11662 ekan. 11662 km. 2023-yil ishlab chiqarilgan 3-pozitsiyadagi 10X avtomobilimiz. Xo'p, o'rindiqlarga chexollar tashab qo'yilgan, ko'rigi yo'q, aytib o'tganimizdek. Aka, bunda gaz bormi? Gazi bormi? Benzindami? Pulini nech pul deyapsizlar? 12 ming? 12 ming dollar deb aytib o'tilyapti. Navbatdagi 10X avtomobilimiz. Xo'p, navbatdagi 10X avtomobilimiz 2023-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi so'raymiz hozir kraskasini. Kraskasi qanaqa buni? Top-toza. Kraskasi top-toza ekan, mana probeg ko'ryapsan. Xo'p, 41945 km ekan. Pozitsiyamiz 3-pozitsiyada. O'rindiqlariga chexollar solib qo'yilgan, ko'riklari ham bor. 3-pozitsiyadagi 10X avtomobilimiz. 3 ta olgan bo'lsam, uchalasi ham 3-pozitsiyada mexanika. Balon holatdan ko'rinishlari. Rangi qora, bunga ham spoilerlar chiroyli qo'yib qo'yilgan ekan. Xo'p, narxiga to'xtaladigan bo'lsak, 12 ming dollar kami bor deb aytib o'tilyapti. Aka, buning barterlari bormi? 11900 dan o'tib beramiz aka. Devu mashinasiga barter bor. 3-4 ming yetmasa 3-4 oyga variant ham bor. Xo'p, 3-4 oyga ajdaniyasi bor ekan do'stlar. Endi avtomobilimizning old tomonidan ko'rinishlari. 1, 2, 3 ta mashinaga telefon raqami aytib qo'yamiz. Aka, 3 ta mashinalaringizni syomka qildim, bitta telefon raqami aytib qo'yaylik. 97lik. 97lik 324 324 23 30. 23 30. Narga mashinamiz ham bor. Mana buni nukrisi bor. Aha. 23 11,5 ming yurgan. Buni ham. 2023-yil kraskasi-chi? Kraskasi 2023-yil ishlab chiqarilgan 11000 km yurgan kraskasi top-toza. Balon holatdan ko'rinishlari do'stlar. Pozitsiyamiz 3 mexanika. 12423 km yuribdi. Xo'p, o'rindiqlariga zo'r chiroyli chexollar tashab qo'yilgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Ko'riklari ham bor. Yev ko'rlar tashab qo'yilgan. Gazi bormi aka buni? Gazi. Yo'q, gazi yo'q. Benzindami? Benzinda aka. Xo'p. Pulini nech pul deyapsizlar? 11700 deb beramiz. 11700 dollar bozor so'radimi? 11100 ga bermadi aka. 11100 ga bermadinglar. Gench qo'radi. Barteri bor, ha? Barter bor, 3-4 ming puli yetmasa, buni ham 3-4 oyga variant qilib beramiz. Aha, 3-4 oyga ajdaniyasi bor. Keyingisi yil necha? Keyingisi yili 24. U narxini yurgan, redline diskka balon oldi, amnisobga tumankalar o'zgartirilgan, 1 yil tonirovka ruxsati bor. 4-payz. Benzin. Oh, mana tayyoridan.
Pulini nech bildingiz? 13300 dollardan o'tib beriladi deb aytyapti. 3 ekan ha? Ha, to'g'ri ekan. To'g'ri avtomat. 4-pozitsiyada 43208 km yuribdi. Xo'p. Navbatdagi 12 avtomobilimiz 4-pozitsiyada Redline diskalar qo'yib qo'yilgan ekan. 1 yilga tonirovka ruxsatnomasi bor. Ko'ringlari ham tashab qo'yilgan ekan. Gazichi buni gazi. Gazi yo'q ekan. Gazi yo'qmi? Gazi yo'q deb aytib o'tilyapti. Avtomobilimiz orqa tomondan ko'rinishlari. Bitta telefon raqam qaytarib qo'yaylik aka. 97lik 97lik 324 324 2330. 2330. Yana bitta narxini aytib qo'yasiz aka. 13300 dan o'tib beramiz. Mana 13300 dan o'tib beriladi. 25. Buni ham qo'ying. 4-pozitsiyada ancha-muncha ishlari ham qilib qo'yilgan ekan. Xo'p. Yili nechi dedingiz? Full Redline pozitsiyada 2025-yilda ishlab chiqarilgan 12 avtomobilimiz. Yurgani 153 km. Yangisidan izlagan do'stlarimizga Covra'ga ham yo'q. Sidinalari koja bo'ladi ko'p pozitsiyalarda. Bular ham ishlab turibdi. Avtomat korobka. 153 km yuribdi. Balon holatdan ko'rinishlari. Buning gazi yo'q bo'lsa kerak endi. Gazi yo'q aka, o'zi salondan kechasida 150 km yurgan aka. 150 ga yuribdi. Ha, 150 cho'qdi. 16,5 ming o'tib beramiz. 16,5 ming dollar kami bor. Hozir bitta telefon raqami qaytarib qo'yamiz. 97lik 324 324 2330. 2330 raqamlarga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana shu 4 ta 5 ta mashina qo'yilgan bo'lsa, hammasi 3-4 oyga variantga berilar ekan, arzoniyasi bor ekan. Dev mashinalarga barterlar bor ekan. Bittagi 12 avtomobilimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi Toza. toza. Balon holatdan ko'rinishlari. 3-pozitsiya mexanika 21986 km yurib o'tibdi. Xo'p, o'rindiqlarda chexollar yo'q ekan, yuqoriga tashab qo'yilgan. Gazi bormi aka buni? Benzindami? Nech bilyapsizlar? Nech bilyapsizlar? Buni 12 mingdan 7 ta eng qulay aka. 14800 ozmoz o'tib beramiz. 12 mingdan o'tib beramiz aka, ozmoz o'tib beramiz. 12 ming dollar kami bor. Kami bor. Bozor so'radimi aka? Bozor beryapti endi, har xil beryapti. Aloqa chiqishaveradi. Tushunarli. Do'stlar, eshitilaring ma'lumotlarni. Avtomobilimiz orqa tomondan ko'rinishlari. Aka bular nasiyaga chiqadimi? Qancha vaqtga? 8-9 ming puli boriga 2-3 oyga beramiz aka. 2-3 oyga nasiyaga chiqar ekan, barter ham bor ekan. Keyingisini yil nechi? Bu 24 bu. 2024 ruxsatlari necha oy? Ruxsatlari necha oy? 8 oy bor aka. 8 oy tayyorlovga ruxsatlari bor. 2024-yilda ishlab chiqarilgan 6-pozitsiya. 43337 mi? Hozir qaytadan ko'ryapman. 43337 km yurgan ekan. Xo'p, sidinalari koja bo'lishiga qaramasdan qimmat chexollar tashab qo'yilgan ekan, ko'rigi ham bor. Xo'p, balon holatdan ko'rinishlari. Luklari ham ishlab turibdi. 6-pozitsiya. 6-pozitsiya Redline deganidan, mana qizil chiziqda. Buni 14800 dan ozmoz o'tib beramiz. 14800 dollar bozor so'radim. Bozor ham beryapti, har xil beryapti aka. Barteri bor, ha? Barter bor. 2-3 oy ajdaniyasiz. Bor. Xo'p, telefon raqami aytaylik. 88lik 88lik 413 413 57 57 raqamiga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, barteri ham bor. Dev mashinalarga 2-3 oyga ajdaniyasi ham bor ekan do'stlar. Yil nechamisini? 23 toza, yumshoq balon, chexol polik, metan gazlari ham Bu qorami? Mana bunisimi? 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Aytib o'tilgandek 51811 km yuribdi do'stlar.
Avtomobilimiz pozitsiyasi to'xtaladigan bo'lsak, 3 mexanika, o'rindiqlarga juda ham yaxshi, zo'r chexollar kiygizib qo'yilgan ekan, ko'rigi ham bor. Kraskasi toza? Top-toza. Gazichi? Gazi bor. 90 tali metan gazi bor. Metan gazi qo'yib qo'yilgan ekan. Pulini nechta deyapsiz? Buni ham 12 mingdan oz-moz kami bor. 12 ming dollar kami bor. Keyingisi ham sizdanmi? Yo'q. Xo'p, endi yana bir telefon raqami qaytarib qo'ying. 88 lik 413 413 57 57. Bu ham qolganlarida 2-3 oyga varianti bor. Barterlari bor. Xo'p. Do'stlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan raqamlarga aloqa chiqasizlar. Xo'p, rahmat aka, bozorlar bersin. 2024-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi 6+. 2024-yilda ishlab chiqarilgan kraskasi toza 6-pozitsiyasida. Yurib o'tgan probegi 32743 kilometr bo'libdi do'stlar. Salafarlar tashab qo'yilgan, sidinalari koja bo'ladi. Lyuklar ishlab turibdi. Ko'ringlarimiz ham bor ekan yaxshisidan. Salon holatdan ko'rinishlari. Baloniga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Gazi bormi buni? Propan gaz balonlar o'rnatib qo'yilgan ekan. Pulini nech pul deyapsizlar? 14700 dollar. Bozor so'rayaptimi? Qancha qildi? 14000 bermadilar. Xo'p, nasiyasi aka? Yo'q, naqd. Barterchi? Barterga bor. Barter bor, ha? Xo'p, keyingisi qaysi? Necha yili? 23. 6-pozitsiya 23 tozami? Ha. 6+. Oh, diskalarni ham ajoyiblardan qo'yib qo'yilgan ekan. O'ttiz 33897 kilometr yuribdi do'stlar. 6-pozitsiyada 12 avtomobilimiz. Ko'ringlar ham tashab qo'yilgan. Gazichi buni? Gazi bor. Bormi gazi? Metan qo'yib qo'yilgan. Pulini nech bilyapsiz? Diskalar qo'yilgan, beshinchi oladi. Balonlar ham ma'lum değil. Buni 14700 kam bor. 14700 dollar kami bor. Barterchi? Bo'laveradi. Barter bor, nasiyasi yo'q. Yo'q. Xo'p, telefon raqami aytib qo'yaylik. 93 lik. 93 lik 058 058 37 97. 37 97 raqamiga aloqa chiqasizlar do'stlar. Nasiyasi yo'q, barteri bor. Navbatdagi 2023-yilda ishlab chiqarilgan 12 avtomobilimiz. Ikkinchi pozitsiyada. Avtomobilimiz ikkinchi pozitsiyada, balon holatdan ko'rinishlari. Xo'p, yurib o'tgani 43555 kilometr. Sidinalarga chexollar tashab qo'yilgan. Korobkasi mexanika, ko'riklari bor. Ma'lumotlarni ham mana bir qator so'rab o'tamiz hozir egasida. Buni 11700 kamaytirib beraman. 11700 bozor nech pul so'radi? Yo'q, endi kirdi u ham. Ha, endi hali bozor qilgani yo'q. Tushunarli. 11700 dollar kami bor deb aytilyapti. Kamaytirib beraman. Gazi yo'q, benzin ekan, ikkinchi pozitsiyadagi avtomobilimiz. Bitta telefon raqam qaytarib qo'yaylik. 93 lik 93 lik 058 37 97. 37 97 raqamga aloqa chiqasizlar do'stlar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Do'stlar, navbatdagi 12 avtomobilimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan 5-pozitsiya Premier deb aytib o'tilyapti. Kraskasi toza. Gazi bormi aka buni? Ha, gazi bor. Metan propan? Propan gaz balon qo'yilgan ekan, 41651 kilometr yurib o'tgan. Salon holatdan ko'rinishlari. Sidinalarga chexollari bor, ko'riklar ham tashalgan. Lyuki bor, avtomat korobka. Gazi bor deb aytib o'tilyapti. Hammasini ko'rsatdim. Pulini nech bilyapsiz aka? Buni 14200 kam bor deyapsiz. 14200 dollar kami bor. Bozor so'radim aka. Endi keldi yana bor. Hali bozor qilgani yo'q. Yana bormi mashina? Yil necha? Bor 23 shekilli. 323, kraskasi toza. Qaysi kraskasi toza, buni ham pakalina propani bor. Chexol polilari bor. Pakalina propani bor, chexol polilari ham bor. Hozir ko'rsatib o'tamiz bir qator. Balon holatdan ko'rinishlari. Navbatdagi 12 avtomobilimiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi top toza. 28363 kilometr yuribdi. Sidinalarga yaxshi zo'r chexollardan tashab qo'yilgan ekan, radnoyga o'xshab turibdi. Ko'rigi yo'q ekan lekin. Korobkamiz mexanika. Gazlar o'rnatib qo'yilgan deb aytib o'tilyapti. Pulini nech bilyapsiz aka? Buni 11900 deyapsiz. 11900 kam bor.
Bozor so'radimi aka buni? Endi xudo chiqdi bozorga. Ha, bozor so'ragan yo'q hali. Endi aka bular nasiyasi bormi? Oz-moz yetmasa, 1.5 oyga beramiz. Hop, 1 oy 2 oy ajdaniyasi bor. Lekin uzoq vaqtga nasiyasi yo'q. Barterichi? Bor, bor. Barteri bor. Hop, endi telefon raqami aytaylik. 90lik 90lik 387 387 30 30 raqamga aloqa chiqasizlar do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aka 24-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi 10X avtomobilimiz 6+ pozitsiyada deb aytib o'tilyapti. Kraskasi aka? Kraskasi top-toza. Kraskasi top-toza. 49224 kilometr, 27 kilometr yurib o'tibdi. Xo'p, salon holatdan ko'rinishlari. Ko'ringlar ham tashab qo'ying. Gazi bormi aka buni? Metan propan? 4-paketli propan qo'yib qo'yilgan ekan. Pulini nech pul deyapsiz? 14.600 dan ozgina tushib beramiz. 14600 dollar kami bor. Bozor so'radimi aka? Chiqilishda 14.200. 14200 ga bermadingiz. Nasiyasichi? Kelishaveramiz ozgina. Necha oyga? Vaziyatga qarab nima qila olamiz? Vaziyatga qarab kelishaveramiz deb aytib o'tyapti. Barterichi aka? Barteri ham bor ekan. Telefon raqamini aytaylik. 91lik 91lik 492 492 32 32 00. 00 raqamiga aloqaga chiqasizlar do'stlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa